Assalomu alaykum. Men Chorbo'sha mahallasida yashayman. Shu xonamizda shu paytgacha 10-15 million daromad qilib, Xudoga shukr, nima qilyotgandik. Endi bundan buyog'iga sal ko'paytirdik. Chorva mollarimiz bor. Agrobankdan kredit olib 15-20 million daromad qilib, yaxshi daromad qildik. Agrobankka rahmat. Endi shu chorvachilikka ozroq e'tibor qilib, hozir shu yillarda 35-40 million daromad qildik. Xudoga shukr. Agrobank yordami tufayli. Yana nimamizni kengaytirmoqchi o'tiribmiz. Chorvachilikni ko'paytirib, yana bitta issiqxonaga ko'paytirmoqchiman. Issiqxonalarimizni kattaytirmoqchiman. Boshqa mana chorvachilikni ham yo'lga qo'yapmiz, yana kengaytirmoqchiman. Bunga mollar chorvani olishga ham Agrobankdan kredit olib, Xudoga shukr, endi shu yil 50 nori berilarga Xudoga shukr yetmoqchimiz. Yana sal ko'paytirmoqchi, niyatim shu, chorvachilikni kengaytirmoqchiman. Hali qidiradi shu mollar bilan.